Assalomu alaykum do'stlar. Demak, sizlar bilan Umidjon youtuber. Demak, bugungi darsligimiz sizlarga yo'nalishlar bo'yicha bo'ladi. Demak, do'stlar, bu darsligimizni o'tkazib yubormang va oxirigacha videoni tomosha qilishingizni so'rab qolardim. Do'stlar, YouTube sohasida bilamizki, masalan masalan, Taylor yo'nalishi bor, to'g'rimi? Taylor yo'nalishi bor. Taylor yo'nalishi mana keng tarqalgan yo'nalishlardan bittasi. O'zimiz ham video qilib chiqazganmiz va ko'pchilik videolarni ko'rishingiz mumkin. Bu videolar asosan qanday? Masalan, mana bu videoni ko'ramiz. Mana bu videoda 4 ta personaj beriladi va 4 ta personajdan har biri uchun alohida musiqa va video shaklida videolarni boshqa YouTube kanalidan olgan holatda mana shunaqangi video ishlashadi mana. Mana shu video aslida boshqa joydan olingan. Va do'stlar va masalan yana bir yo'nalishimiz bor. Wrong Eyes yo'nalishi bor. Shunga o'xshash yo'nalishlar. Wrong Eyes yo'nalishi va Taylor yo'nalishlari ham hammasi bular masalan kontent, ya'ni ozgina o'zgartirishlar kiritilgan holatda ishlangan kontent hisoblanadi. Bu kontentlardan chekinish vaqti, ularni tashlash vaqti keldi deb o'ylayman do'stlar. Chunki bu kontentlardan ko'pchilik monetizatsiyasi o'chib qolmoqda. Ko'pchilikni kanali o'chib ketyapti. Mani o'zimni ham 2 ta kanalim o'chib ketgan do'stlar. Chunki bu yo'nalish endi boshlangan youtuberlar uchun bu dars bo'ladi. Ko'pchilik youtuberlarga, mani o'zim uchun ham dars bo'lgan. Demak, maslahat berardim qanday yo'nalishlardan? Wrong Eyes, Taylor yo'nalishlaridan chekinib, endi biz masalan yana bitta yo'nalish bor. Mana bu yana bitta yo'nalish bu Skibidi tualet. Ya'ni mana bunaqangi yo'nalishlar. Bu yo'nalishdan ham voz kechish vaqti keldi meni fikrimcha do'stlar. Chunki bu yo'nalishlardan ko'pchiligidan biz videoni yuklab olamiz qayerdandir. Masalan, mana shu video original video bo'lsa, mana shuni yuklab olamizda videolarimizda qo'llaymiz. Shu sababli ham kanalimizga bizga jalba keladi yoki monetizatsiya o'chib qoladi. Xullas shunaqa bo'lib qoladi. O'shaning uchun bizga eng kerakli yo'nalishlardan bittasi Asmer yo'nalishi maslahat beraman sizlar uchun. Asmer masalan Baby Asmer yo'nalishi. Bu qanday yo'nalish? Mana bunday 3 ta qo'g'irchoqlarni o'ynatib shunaqangi video ishlashingiz mumkin. Mana bular esa sun'iy intellektda tayyorlangan Asmer videolari. Bu ham trendda, bu ham zo'r ketyapti. Lekin bu uchun alohida sun'iy intellektni pro versiyasini sotib olgan ma'qul. O'shanda ko'p kontent qila olamiz. Mana buchi. Mana bu bunga esa xarajat chiqarishimiz kerak do'stlar. Ya'ni 1 million, 2 million atrofida xarajat chiqadi. Masalan, mana shu idishini o'zi 300 ming, 200 ming atrofida turadi. Mana bu orqa tarafdagi vannachalar va qo'g'irchoqlar esa ular ham 1 million atrofida sizga tushishi mumkin. O'shaning uchun agarda kontentni shunaqangi original kontent bo'ladi, bu o'zingiz orqa tomonga masalan shuni ko'raylik. Mana shunda mana bu qo'g'irchoq, bu yerda esa vannachalar va orqa fonda esa gazon bor, ya'ni sun'iy gazon. Bu yo'nalish original kontent, lekin o'sha pul sarflash kerak bo'ladigan kontent. Original kontent bo'lganda ham sizni ertaga monetizatsiyangiz o'chib qolmaydi va pul miqdori ham, pul topish ham juda ham zo'r bo'lgan yo'nalish. Keyingi yo'nalishimiz bu Roblox yo'nalishi do'stlar. Roblox o'yini. Roblox yo'nalishida ko'pchilik Trend TV videolar ishlashyapti. Ya'ni mana bunaqangi personaj juda ham trendda bo'lyapti hozirda. Ko'rishingiz mumkin. Masalan, biz videoga qo'yadigan bo'lsak, mana 12 kunda 113 ming prosmotr. Mana o'zlarimizning o'zbek blogerlari chiqazgan.
Mana bunda esa oddiy o'yin, buni chiqqaniga 1 yil, 2 yil atrofida bo'lib qoldi, lekin haliyam trenddan qolmayapti. Chunki 2 hafta burun qo'yilgan 330 mingdan ortiq prosmotr yig'ilgan do'stlar mana. Shunga o'xshash Roblox yo'nalishi bor. Bu Roblox yo'nalishi judayam trendda bo'lyapti. Mana bunaqa, ayniqsa mana bunaqangi keyboard nima yo'nalishi judayam trendy bo'lyapti. Xullas shu Roblox o'yinini maslahat bergan bo'lardim do'stlar. Men o'zim kurs sotish, boshqa nima qilish niyatim yo'q-u, lekin Roblox o'yini hech qiyin emas. Masalan, kirib ko'rsataman mana bu yerga. Roblox Roblox downloadni bosadigan bo'lsak, mana Robloxni haqiqiy original saytiga kirib o'tadi va biz registratsiyadan o'tib, shu o'yinga kirib olishimiz kerak va shu o'yinni o'ynagan holatda mana bunaqangi natijalarga erishishimiz mumkin do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, judayam trendy bo'lyapti bu o'yin. Portlab ketgan. To'g'risi mana bu o'yinni o'zim o'ynab ko'rganman. Judayam zo'r ketyapti. Oddiy o'yin mana shu Roblox lekin masalan o'zbek blogerlarimiz, o'zlarimiz o'zbek youtuberlarimiz mana chiqazgan. Mana bu videoni o'ynaydi va o'zi nima qilib, ovoz tarzida montaj qilib, chiroyli qilib mana video joylashyapti. Roblox yo'nalishi azizlar. Minecraft va Roblox yo'nalishi mana hozir qachondan buyon trendy bo'lib kelmoqda. Mana trend portlashlar bor, masalan Minecraftda yoki Minecraftda mana bu portal nimasi yo'nalishi bor. Masalan, portal orqali mana bunday videolar yasash mumkin. Mana ko'ring do'stlar, 5 oyda 656 ming prosmotr yig'ib qo'ygan. Mana 20 million prosmotr. Mana bunga qarang do'stlar. 6 yil bo'lgan buni qo'yganiga. Hozirgacha trendy bo'lib kelmoqda mana. Mana shunaqa yo'nalish qilish mumkin. Videolarni ko'rasiz YouTubedan, o'rganasiz, qiyin emas bu narsa. Minecraftni o'zini o'yinini o'ynab ko'rsangiz va nima kerak, nima zarur videoga olasiz. O'zingizning ekraningizni videoga olib, mana shunaqangi qilib preview tayyorlaysiz masalan va bo'ldi. Va shu bilan sizda video tayyor. Keyingi yo'nalishimiz bu do'stlar story yo'nalishi, ya'ni horror story yo'nalishi. Horror story yo'nalishi, ya'ni hikoya yo'nalishi. Bu albatta do'stlar sizlarga taklif qiladigan eng zo'r yo'nalishlardan bittasi. Chunki bu yo'nalishda albatta do'stlar RPM va SPM nimalari, pul berish nimasi juda yuqori turadi do'stlar. Masalan, boshqa yo'nalishlarimizda, o'yin yo'nalishlarimizda $1 masalan $3 bo'ladigan bo'lsa, bu yo'nalishda $5 $20-10 ham bo'lishi mumkin, ya'ni 1000 prosmotriga. Zo'r yo'nalishlardan bittasi mana prosmotrni ko'rishingiz mumkin. 1.200.000, 2 million. Mana 16 soatda 23 ming prosmotr. Mana masalan mana shuni kirib ko'rishimiz mumkin. Mana bu nima qiladi do'stlar? Mana bu yerda yo'q, bu nima animatsiya yo'nalishi ekan. Uzr do'stlar, bu animatsiya yo'nalishi. Bizda bu yo'nalishda hozir ko'rsatamas ekan. Mana bunaqa yo'nalish. Mana bunaqa yo'nalish. Bu masalan 3 ta eng qo'rqinchli story, ya'ni hikoya deb nomlagan. Bunda ko'rishimiz mumkin 7 million obunachisi bor va 584 video yuklagan shu paytgacha do'stlar. Bu kanal egasi 1 milliard prosmotr jami yig'ib qo'ygan va 2014-yilda ochgan ekan kanalni. Do'stlar, ko'pchiligimiz 10 ta, 20 ta video joylaymiz u prosmotr yo'q deb tashlab qo'yamiz. Bu albatta noto'g'ri, chunki mana ko'rishimiz mumkin, shuncha vaqtdan buyon 584 ta video yuklab kelmoqda va ko'rishimiz mumkin prosmotrlar nerealniy bo'lyapti do'stlar. Bu ham original bo'ladi, chunki biza bu hikoyani, videolarini
hikoya matnini yoki hikoya promptini sun'iy intellekt yordamida tayyorlab, prompt yasab, sun'iy intellekt yordamida rasm tayyorlab, rasmlarni ketma-ket aylantirib turib, biz kerak bo'lsa, ovozni ham albatta sun'iy intellekt yordamida tayyorlay olamiz do'stlar. Bu yo'nalish bo'yicha yaqinda darslik chiqazaman do'stlar. Agar kimda qiziq bo'ladigan bo'lsa, kimga qiziqroq bo'ladigan bo'lsa, albatta darslik chiqazaman do'stlar va menga zapros qoldiraman, ya'ni nima qoldiraman? Shu yo'nalish bo'yicha darslik chiqsin degan ko'pchilik talablar bo'lsa, albatta arzon narxlarda chiroyli qilib darslik chiqazaman do'stlar. Albatta bizning Telegram kanalimizga qo'shilib qo'ying. Mana Telegram kanalimiz hozir ko'rsataman sizlarga. Telegram kanalimiz shapkamizda bo'ladi, nimamizda, описаниямizda bor. Mana YouTuber bola Telegram kanaliga shundoq kirasiz va bizning mana bunday Telegram kanalimizga kirasiz. Masalan, 94 ta obunachimiz bor hozirda. Mana shu bizning kanalimiz. Mana YouTuber bola admin, bu o'zimning nimam, klishkam, yozishingiz mumkin xizmatlar bo'yicha va YouTuber bola chatimiz ham bor va o'zimizning nima, YouTuber bola chiziqcha o'sha kanalimiz linki. Mana bu yerda ko'plab xizmat nima qilganmiz va bu yerda ko'plab kerakli narsalar, kerakli yo'nalishlar bo'yicha mana darslik chiqarib boryapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda qiziqqan savollaringiz yoki boshqa nimalaringiz bo'lsa, albatta yozishingiz mumkin. Bizga obuna bo'ling va Telegram kanalimizni ham kuzatib boring do'stlar. Sizlar bilan ko'rishguncha, siz bilan Umidjon YouTuber bo'ldi. Ko'rishguncha xayr do'stlar.